Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Men sizlarga hozir Google orqali, sayt orqali qanday Faberlikda zakaz yozamiz, shuni ko'rsatmoqchiman. Har birimizda Faberlikka registratsiya bo'lgandan keyin login qiluvchimiz bo'ladi, keladi SMS bilib, mana shu login qiluvchi bilan kiramiz lичный kabinetimizga. Mana Chromedan yoki Googledan kirsangiz bo'ladi. Hozir men Googledan kiraman. E'tibor berib turinglar. Googlega nima deb yozishimga. Sababi mikrofon uzilib qoladi menda. E'tibor berib ko'rgan bo'lsalaring, Faberlik личный kabinet deb menda уже tayyor yozilganida, sizlar poiskga shunaqa deb yozasizlar. Keyin poiskga bosasizlar. Faberlik личный kabinet deb yozganlaringdan keyin poiskga bosganlaringda Vahod va личный kabinet deb chiqadi. O'sha joyga kirdim. Qaytarib e'tibor berib ko'ringlar. Vahod va личный kabinet deganda bosib kirasizlar. Keyin shunaqa joy chiqadi. Sizlarda bunaqa joy chiqmaydi. Agar shunaqa joy chiqsa, mana odamchani bosasizlar. Login qilish so'raydi. Login qilishni yozib kirib, bosganlaringda aytinglar. Hozir qayta ko'rsataman. Kirganlaringda sizlarda odamchani bosganlaringda shunaqa bo'lib turadi. Mana nomer покупателя desa, sizlar telefon nomer yozmaysizlar. Login yoziladi. 73 bilan kelgan sizlarga login deyiladi. O'sha yoziladi, o'sha nomer покупателя deyilyapti. Keyin baqa ключ yoziladi, 5 talik parol yoziladi. Bitta 9 talik uzun va 5 talik ключ kelgan sizlarga. O'sha yoziladi. Login baqa 73 lik 9 talik, baqa 5 talikni yozamiz. Hozir menda tayyor yozilgan bor. Shuning uchun yozib yurmayman mana. Login mana bu 73 bilan. Mana 5 talik ключ, mana pastdagi parol. Mana sirazi bosib kirib ketaveraman. Sizlarda ham o'sha sahranit qilsalaring, mana shunday deb chiqadi-da. Mana qizlar, bu qizimni nomidan zakaz yozaman hozir. Mana u korzinka turibdi, mana bu yerda sumkacha. Shuni bosib zakaz yozgani kiramiz. Mana moy счет, moy zakaz, moya struktura degan joylardan biz bemalol registratsiya degan joyda bosib odam registratsiya qilamiz. Moy счетdan остаток pulingizni ko'rsangiz bo'ladi. Keyin moya struktura bu orqamizdagilarni ko'rish komandamizni. Moy zakazdan siz yozgan zakazingiz qachon kelishini ko'rsangiz bo'ladi-da. Hozir meni zakazim bittasi kelgan, доставлен deb turibdi. Mana moy zakazni bosib kiryapman. Mana доставлен deb turibdi. 25 ga kelgan ekan. Ertaga olaman xudo xolasa. Hozir men endi korzinkani bosib kirib zakaz yozamiz. Zakaz yozishni bilmaganlarga zakaz yozishni ko'rsataman. Mana korzinkani bosib kirganingizda shunaqa joy chiqadi. Mana yurakchani, mana chap tarafdagi joyda bosib, mana yerda artikul yozamiz. Bitta bosganingizda ana artikul yoz deyapti. Tovarda artikulini deyapti. Отбеливающий kremda artikulini yozaman. 120-34. Mana tagidan chiqdi. Pullari chiqdi qanchaga kelishi. Добавить. Mana 50 bal yopganim uchun 26% skidkada kelayotgan baho bu. 20% keladi sizlarga. Agarda kim 50 bal 100 bal yopsa 26% skidkada oladi. Mana yozganimizdan keyin переместить ok qilib qo'yamiz. O'sha korзинаga solyapmiz-da. Yana shu joyda bosib artikul yozamiz. 50 87 319 mana duxovka sredstvamizdan ikkita yozmoqchiman. Mana plyusni bosganimizda ikkita bo'ladi. Minusni bosib kamaytirsangiz bo'ladi, plyusni bosib ko'paytirsangiz bo'ladi. 140 dan kelyapti mana. Ko'rdinglarmi? 20% kelganda 151 kelardi. 26% skidkada 140 dan olasizlar. Добавить bosamiz. Mana chiqdi ko'rinib. И переместить. Ok qo'yamiz. Endi tovon krem 12.90. Shunaqa qilib artikullarni yozib olsangiz elektron katalogdan, agar katalogingiz bo'lmasa 155 kelyapti. Kattasidan bu. Добавить. Endi tush 50-87. Mana 50-87 deb yozdim, tush chiqdi.
Переместить корзину. Добавить, переместить корзину. Keyin oqitib bosamizda. Mana yozgan zakazlar. Katalog qo'shildi. Mana katalog baho va bizga kelayotgan 26% skidkadagi tovar. Mana qizlar, endi men bonusga kirib pasta ko'rmoqchiman. Agar pasta bo'lsa, bonusda o'sha yerdan olaman zubnoy pastani. Mana yerda продолжить deb turadi. Pulni nimasi? Shu продолжить bosib ikkinchi joyga o'tamiz. Bizga bonus berildi. Mana как раз mana bu pastadan kerak edi. Bor ekan bonusda. Mana персональная aksiya deb turadi. Vash bonusi покупки. Выбрать tovar qilib bosasiz. Mana 63 ga kelyapti. Mana 60% skidkaga qo'yilgan bonusga 85 so'mlik. Bizga mana 20% skidka bo'lib yana 63 ga kelyapti-da. Mana выбратni bosaman. Ikkita olmoqchiman. Mana выбрат qilib olib, sразу ikkitani keyin mana применитni bosamiz. Shunda korzinamizga qo'shiladi. Mana qo'shildi deb yozib chiqdi. Bu yerda pomadalar qo'yilibdi. Mana pudra qo'yilgan, gel для душ, jidkий sovunlarimiz, krem jidkий sovun, oyoq terlaganga qarshi, Love balzam etigerlar 45% skidkada. Love seriyasidagi kremlar ham juda ham zo'r krem, Mistela. Mana shu joylardan olsak bo'ladi-da. Endi adresni o'zgartiraman. Bu zakaz bitta qizga ketyapti. Mana adres o'zimizni bu Qizilqiya edi. Hozir men adresni o'zgartirmoqchiman. Mana shu joyda bosamiz. Bosganda mana добавить новую точку deb turadi. Ko'k bilan yozilib. Monetka qarang. Mana bu yerda выбрать населенный пункт вручную deyapmiz. Mana shuni ichini bosasiz, птичка bo'ladi. Qirg'iziston dedi. Mana bu joyda bosib bunday qilib ko'tarasiz. Mana Oshskayani bosamiz. Rayon Aravanskiyni tanlaymiz. Gorodga mana Selo Aravan, Tepaqo'rg'on debdi. Aravanni tanlaymiz. Shuni tanlaganimizdan keyin bizda из списка deb mana ko'karib qoldi. Из спискani ichini bosamiz. Yorqini yopamiz.